Assalomu alaykum Voy, oyijon. va alaykum Yaxshimisiz? assalom. Voy, keldingizmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Voy, yaxshimisiz qizim? Qani o'tiringchi. Qanaqasiga kayfiyatim bo'lsin? Ishda yuguraverpan, uyimda kelinim bor. Hamma joyi saramjon sarishta qilib o'tirgan desam, ahvol nima bu? Xullas qizim, eshiting. Ertaga mani gapim Chorvoqda bo'lmoqda. Voy, zo'r. Eng yaqin dugonam Chorvoqda gapini o'tkazyapti. Menga zo'r, lekin sizga xullas vazifalar juda ko'p. Birinchidan qizim, pardalarni olib yuvasiz. Shuncha ishi bitta o'zim qanaqa qilib ulguraman? Alo? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Go klinik jamoasimi? Voy, sizlar menga yordaminglar kerak. Srochno bir kunda hamma narsaga ulgurishim kerak. Go klinik jamoasida tashqi fasadni ham shunaqa zo'r qilib yuvib berishar ekan. Ammo qaranglar, o'zbekiston mana bunaqa narsalarni olib kelib qo'yib, har bitta burchagiga chang yuvishyapti-da. Men sizlarga, "Voy, Sadoqat, kecha kirdingiz, uyingiz qanaqasiga chang bo'ladi?" deydigan bo'lsanglar, mana chang. Mana shu chang meni tepadan tushgan. Mana. Ko'ryapsizlar? Sizlar ham eng yaxshi kuninglarni Go klinik jamoasiga topshirishinglar mumkin. Sizni yaxshi kuningizda uyingizni chiroyli qilib saramjon sarishta qilib berishadi. Telefon nomerlarini qoldiraman. Bitta telefon orqali hal qilsanglar bo'ldi.